Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda bitta zo'r variantimiz sotuvga chiqdi. Biz hozir Yakkasaroy tumani Salomatinadamiz. Ya'ni poytaxt stroy tomonidan qurilgan turar joy majmuasiga kelganmiz. Bu yerda nima qiziqarli joylari bor ekan bu qurilishda desak, kirib borganimizning o'zida qaranglar qanaqangi hayratlanarli dom qurib qo'yishganiga e'tibor beramiz. Mahallani ko'rayotgan bo'lsanglar, juda chiroyli детский площадкалari bilan parkovka podzemniylari и наружный tepadagi parkovkalari, xullas zamonaviy yashash uchun zo'r turar joy majmualigiga bitta ahamiyat berar ekanmiz. Men o'zim ham bu joyga 2-3 marta kelyapman, bir ikkita uy sotganmiz. Eng zo'r turar joy majmualaridan biri ekan mana shu Yakkasaroydagi. Boshqalariga srangiz qilganimizda menga juda yoqdi. O'shaning uchun ham shu yergacha yetib keldim. Tim bo'lib sotayotgan uyimizni ham narxi cho'nchak bopligiga bitta ahamiyat berar ekanmiz. O'rtoqlar, endi esa xonadonning o'ziga kirib kelamiz. Xonadonga kirib kelganimizda juda zo'r dizaynerskiy proyektda qilingan ekan. Uy egalarining aytishlari bo'yicha bu proyektni o'zi korobka sotib olganlarning o'zlarida chizdirgan ekanlar. Har bitta detal, har bitta millimetrga juda qattiq ahamiyat berilgan ekan. Endi esa bitta xonadonni tanishtirib o'tiraman. Xonadonga kirib kelishimizda ko'ryapsizlar, koridorning ro'parasida bu xonaga kirib boramiz. Bu детский xonasi gluxoy ekanligiga bitta ahamiyat bermaymiz. Nima sababdan zo'r yechim qilgan ekanlar uy egalari. Imенно mana bunaqa fortichka qilgan ekanlar. Освещение yomon emas, tushib turishi ko'rib turganinglarda, и plus sirkulyatsiya ham juda zo'r, и tashqari ko'rinmas ekan. Mana shu narsaga besh ketdi. Endi esa bu yoqqa qaraymiz, farzandlarni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Bu aboymi? Aboy ekan-da. Ko'rasizlar, juda zo'r aboy ekan. Познавательный karta chizilgan, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, farzandlar qaranglar, samolyotlarni yaxshi ko'rsalar kerak, lustrani ham farzandlar uchun mo'ljallangan. Yana qo'shimchasiga agarda siz ham mana shu uyga xarid qiladigan bo'lsangiz, mana shu narsani hammasi siz uchun qolar ekan. Uy olishdan oldin bitta farzandingizga ham ko'rsatib yuborishingiz kerak bo'lar ekan. Endi esa darsga kirib boraveramiz. Hozirgi kunda zamonaviy tilda hol deb aytiladi. Именно hollowy zalimizga kirib kelamiz. O'zbekchada zal deymiz buni. Yangicha uslubda qilingan, hozir 5-6 yildan beri eng trendiy tochkalardan bittasi uyda. Ko'rayotganinglardek qanaqangi cho'tki chiqarib qo'yilgan bu joyda bemalol mehmoningizni kutib olib, mashqda beseda o'tkazsangiz bo'ladi, mehmoningiz bilan gaplashib tursangiz bo'ladi. Endi bu hozirgi kunda zamon talabi, gala mehmon yig'ishlar sekin o'zbekchilikdan chiqib ketyapti, sezayotgan bo'lsanglar, borgan sari bu ham yaxshi tarafga deb o'ylayman, chunki mehmonlarni o'sha sekin kafe, restoranlarda kutib, uyda faqat xorda qolishga odamlar kirishyapti borgan sari. Endi esa bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imizda mana sanuzillarimiz, ko'rib turgan bo'lsanglar, sanuzillarni razdelniy qilib chiqartirgan ekanlar. Juda chiroyli dizaynda. Bular ham bu yog'imiz nima bo'lyapti? Bu italogranitmi? Da, kafel ekan. Men o'ylabman, bundoq qarashingizda anaqa deb o'ylaysiz. Ekoplit. Shunaqa bambukvilar chiqqan, o'shalardan ham qilingan deb o'yladim. Yo'q, bu kafel ekan. Endi esa darsga o'taveramiz. O'tib xonadonda barcha mebel jihozlari qoladi. Keyin endi asosiy narsalardan bittasi menga juda patologga ham yoqdi. Bu xonadonni освещениялariga juda katta urg'u berilgan ekan. Ko'rayotganinglardek aboy yopishtirilgan, adashmasa. Yo'q, aboy emas ekan bu yerda. Bu yerda o'sha natijnoy patolog qilingan, juda skromniy rangli ishlatilgan. Xullas uyga kirib kelganingizda dam oladigan zona qilib qo'yilgan ekan. Endi esa oshxonaga o'tib boramiz. Oshxonada lishniy narsa yo'q, spokойniy uyda. Kirib kelasiz, aurasi toza, komfortga qilingan. Men bu именно kelib uyda dam olib, ishdan charchab kelganimda mana shu yerda dam olib yashayman deganlar uchun qilingan ekanda. Aboyga qaranglar bitta. Nazar solinglar, qanaqangi chiroyli qilingan aboylarimizni. Kuxonning mebeli ham spokойniy ranglar bilan qilingan. Именно ko'zni charchatmaydigan, dam oltiradigan sharoitda qilib qo'yilgan. Endi esa xonadonimizni spalniyasiga kirib boramiz. Spalniyaga kirib kelganimizda yanada zo'r komfortli hissini sezar ekansiz. Buni kirib ko'rmaguningizcha tushunmaysiz. Xullas, qaranglar, kirib kelganimizda o'zida
Bu yoqqa o'tganimizdan lishniy shkop-koplar yo'q. Prям garderobniy qilib yashagan ekanlar bu yerda. Juda chiroyli chiqqan. Endi esa qaranglar mana bu dizayniga. Juda chiroyli spalniy garnitur qilingan, yonlariga mana bunaqa effekt berilgan. Ko'rasizlarmi, yopishtirilgan podsvetka juda chiroyli podsvetka. Ichida piro. Bu yoqqa o'tganimizda mana TV zona, oynaga qarash uchun esa lishniy katta komod yo'q-da mana. Oddiygina mana bitta shkopning mana bunaqa narsa. Qo'yilgan bitta oyna qo'yib qo'yilgan, yetadi shu. O'zi shunaqa ham bo'lgani yaxshi. Telefon uchun ikkita tumbuchkalar er-xotin uchun mo'ljallangan. Bu yog'imizda mana TV zona. Hordiq chiqarish uchun aytyapman. Dam oladigan uy ekan, o'zi ham Sovetую bosib oladigan joy, tim bo'ldi narxlari ham juda zo'r narxlarda. Yakkasaroy tumanida shu joylashgan poytaxt stroyi domi 12 etajli domimizda birinchi qavatida joylashgan, umumiy maydoni 65 kvadrat metrni tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsa 110 ming so'rab turuvdilar, barcha mebel texnikalari bilan. Shuni ham 107 mingga tushirib qo'ydik. Обязательно bizning kanalga podpisatsiya qilib, bizga aloqaga chiqishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan